Assalomu alaykum barchaga aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Xudoyorganov. Yana bugun biza Bolgariyaning Sofiya shahrida dam olish kunida soch soqolimizni oldirish uchun bir sartarosh do'stimizni chaqirdik. Xudo xolasa hozir kelib bizani soch soqollarimizni olib qo'yadi. Yevropani cho'li yaxshi, bu yerda havo yaxshi. Zo'r bo'lib turibdi havo. Ko'rishingiz mumkin, hamma yer yo'm-yo'k. Kutib olib, hozir xudo xolasa birgalikda sizlar bilan birgalikda uyga kiramiz. Ko'ramiz, gaplashamiz. Metrodan chiqdim dedi. Xudo xolasa nishatib kelgan, ichki taqimiyatlarni to'g'rilagan, hozir nechta ishda ishlab berdi. Oyla qancha so'm, sartaroshchilikdan qancha so'm pul topadi. Bundan tashqari o'zining ishida noishda ishlaydi, qancha so'm oyla qiladi, hammasini bugungi videorolikimizda sizlar bilan ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Nerede ekan bu? Eskalatordan chiqdim da. Geldim. Telefonla getir. Derdan adama chetda ko'klamda o'tiribdi. Havo zo'r. Bir futbolchi, bir nada yuribmiz. Assalomu alaykum. Horma ishlarlar. Aka, yaxshi. Standart etib kela. Yaxshi yuribsizmi? Xudo xolasa. Bu yerda yurib turganlarning har xil markalar bor. GM avtomobillarini topish qiyin. BMW kvartirani yuribdi. Bu yoqda stroyka bo'lyapti. 9 oyda bitirdilar buni. Stroykan. Ko'rdingizmi hamma oyni? 9 oyga bitirib. Ha. Qara endi o'zingiz tanishtiring, nima qilasiz? Nimaga? Buxorodamisiz? Yo'q, Qashqadaryo. Qashqadaryodan. Keling-da endi biz kelayotgan yurtdoshlarimizga nima bo'lsin. Nimaga? Bizga o'zi shundoq hammasi taniydi, o'tib tashlaydi. Yaxshi-ku. Kerak. Obunachilarimga aytib qo'ydim. Yo, shunday obunachilar degan. Shu odamni taniganlar bo'lsa, shu odamga telefon qilsanglar, nima qilishni tushuntiraman shu. Masjidda odamni bu qolgan masa. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa. Qani, keling. Do'stlar, sizlar ko'rib tomosha qilib boraverasizlar, akamizni soch olishini ko'rsatib beramiz. Nomeringizni aytarsiz, Bolgariyadagi yurtdoshlarimiz soch oldirsa telefon qiladi. Bo'ladimi? Keling. Ikkinchi etaj xudo xolasa. Tepada turmaylik dedimda. Pastdan qo'ya qo'ydik. Pastroqda turaveraylik. Hozircha pastdamizku. Tepaga chiqqanimizda ko'proq pul topganmiz, tepaga chiqqanmiz. Tamam, o'zimiz aka. Xolasa. Shu kvartira bizniki bo'ladi, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Makinan mı uyanmadın? Ha, kafe. Ulan yok şeyden. Ben şu talı orası ha? İyi, kıymetli de. Ulan yok değil. Doğru. Ben şu otura oraya ben ha? Farklı mı? Bizde farklı yok. Yer yok size biz oynarız biz. Bizge farkı yok değil. Bugün gitken. Doğru olası. Kamera şakayla bu. Kameranı özümüzü doğrulap koyup. Zurar yani. Bitta boşluğu olmazdı dostum. Yok, hozir mana Tendrovkada yuvinib keldim.
Şapkanızı Ha, Shavkat yetkazdimmi? bitta Shamollab qolmay. bitta shuni o'qidim. Yetkilaymi? Bitta shunday namli o'qiydi, hech bo'lmasa bitta shunday. Mana o'ta nima o'rtadimi? Ha, shuni o'qisam bor. Bo'ladi? Farqi yo'q emas, kerak emas. Bu kerak Yo'q, emas. yo'q. Bu tekst chiqsa. O'zi zo'rmi? Ha, o'zingiz qandaysiz? Yaxshi, zo'r. Joyga ekan-a? Do'stlar bilan turasizda endi, xudo xolasa, sochlar bo'ladi. Trenirovkadan kelib, Ha. men aytdim, akam kelsa keyin yurtdoshlarimiz bor. Bolgariyada ishlaydigan do'konda, bu yoqda shulardan bir intervyu olib kerak deb nima qilyotgandim. Xudo xolasa endi sizdan boshlab xudo xolasa deb. Boshqalar niyatda. Nechun yo'q. Bo'pti, nima qilaveraylik? Siz yuzingiz tushmaydi unga baribir. Siz tepadasiz, men o'tiribman, men yuzim tushadi, xolos. Siz mana ko'kragingizdan tepaga tushmaydi. Bemalol qilib olavering. O'zingiz nima ish qilyapsiz shu yillarda? Men nima ishlayman? Nimada ishlaysiz? Bizdagi skladda. Skladda? Podonda yuk terasiz. Ha, Nima mashinaga yuk ortib borasiz yo qo'l yuk terasiz? Göbek ortib olamiz. Göbek taqlatib kelamiz. Göbek taqlab beramiz. Opshiramiz deydi. Yaxshi. Xudo xolasa hamma yoq zo'r. Qancha berasiz? Qancha? 2 kilo tashiga olib qo'ysam men. Ha, olib qo'yavering. Bemalol. Siz bor. Sizdan so'ragan yaxshi bilib, kvartirasi. Yo'q, bemalol. Aka. O'zbeklarning hammasi bir mana bunaqa tayyorlashgan. Sigitamki bo'ladi, kerak emas. Endi yo'q. Kerak emas. O'zbeklarning bu yerda hammasining bir bo'ladi aka. Ha. Bemalol o'zingiz uyingizdagidek xotirjam. Sarvar aka ham ketib Germaniyaga. Men aytdim, siz bilan dedim, ko'zlab qo'ygan maqsadlar bor edi dedim. YouTube kanal ochib, yurgizyotdi. Yaxshi bo'ladi. Bolalarni nima qilamiz? Aytganingizni qilib qo'yar ayting. Endi sartarosh. Yo'q, endi baribir sochsizlikda endi qanday nimaga o'ylab yotibman. Masalan, men O'zbekistonda o'zim yo'qmas ekan. Qarang, men tepa sochim yo'q-ku. Tepa sochim to'kilgan. Mana yonlarini chiroyli qilib, kaltalatib, moshina qilib, orqalari bilan cho'tchi qilib. Qarin joyini shu qo'lni qo'shib kerak-da, xullas. Mana shu ko'ringda, moshina bo'lsin, yonlari yaltirab chiqsa ham bo'lar. Chunki o'saman deguncha yana bir oy o'tadi. Xudo xolasa Siqlatda endi o'zi Bolgariyaga kelishingiz qanday bo'lgan? Bolgariyaga shu sotlanmagan, qamalmagan degan qog'ozlarni jo'natganmisiz yo bu agentство orqali kelganmisiz? Yo'q, o'sha qog'ozlar jo'natib kelganmiz. Oshnalaringiz orqali kelganmisiz yo agentство orqali? Yo'q, meniki ham qanday, birinchisi men ishim o'xshamagan, birinchi kelganim. Birinchi kelgansiz qanday ishga kelgansiz? Agentство orqali kelgansiz, ha? Birinchisi shu posredniklarni kelganman, posredniklar. Ha, posredniklar orqali kelgan. Ish topib beraylik. Qanchaga kelgansiz? Sir bo'lmas. Ha, pulini aytasiz. Ha. Ha, pulini endi. Shu men ketgan. Ketadi. Ha, $1000 ketgan. Necha yil oldin? Abi 2022 yilda. Bunda ertadan bu yerdasiz siz. Ha, keyin araya bir yil dam oldik. Hokimiyat chiqishini kutdik. Bir yilda chiqdi hokimiyat. Ayni, ha. Shu 8-9 oyda chiqadi. Ha, ha. Biz hokimiyat yurdik. Vodiyle beraber tanışıp olduk. Bu yerda tanishdingizda o'zingiz mos keladigan ishni topib, bu yerdan приглашение olib ketdingiz o'zingizga. Shunga shekimdan приглашение olib ketib, keyin shunga qilib,
Ukalarım chaqirganman, ukalarım ishlayapti. Hozir o'zingiz kelib, keyin ukalaringizni chaqirdingiz. Priglasheniya orqali rahbaringiz bilan yaxshi bo'lib ketdi, to'g'rimi? Yaxshi bo'lib. Ha. Chaqirib ishlatyapman, yomon emas. Yotar turar qanday bo'lyapti? Yotar turar joyda yaxshi qilibdi hozir. Kvartira berdimi yo общий-то berdim, yo'q, uyda, hovliga 3 etajlik zo'r. Hamma yog'i. Sharoitlari yaxshi, ha? Sharoitlar zo'r. Hamma yog'i. Kelganingizga qancha bo'ldi ikkinchi marta kelganingizga? Birinchi kelganda 1 yil ishladingizmi qatiyam? Ha, bir yil ishlandim, o'sha eski ishxonamdan chiqib ketib, bizdagi ishlaganda sizga kelib, bitta grant topib olganman, Surxondaryodan ta'til topib oldim. Shu ishga yordam qildim. Hech kim yomon emas. Odamlarga bayana odamlar emas. Xudo ikkinchi kelganda qanchaga keldingiz? Birinchi kelganda $1000 kelgan ekan. Ikkinchi kelganda Respublikaga Shepni chaqirgan. Shepni o'zi polniy расходingiz ko'targan. Hamma расходini ko'targan. Keyinchalik olib qoldi, $300 $400 olib qoldi. Keyinchalik 100 eurodan 100 eurodan olib qoldi. Asta-asta endi menda shular. Endi siz tushayib ketganingizdan keyin o'zingiz olib ketgansiz. Shuncha pulni qattiq qo'yishni bilmaslik yurganingizda oldi. Katta puli ham yo'q. Xudo xolasa. Oylik qancha endi o'zi? Oylik 900. 900 euro. Men voucher bilan 1000 euro. Voucher endi do'konga qarab produktga qiladigan kartangiz, to'g'rimi? U karta produktga 100 euro tegadigan, ular 1000. Shu bilan 1000 euro chekishdi. 950 jo'nataman. Seli. Sartaroshchilikdan qancha tushadi, xudo xolasa? Sartaroshlikdan ham ishlashga bog'liq. Endi oldin nochka ishlaydilar, hozir dinga o'tdi to'g'ri. Kuniga 5-6 odam soch olasiz. Oson bo'ladi, o'zimga bog'liq. Masalan, ishdan yettash qilsam, harakat qilsam bo'ladi, bo'lmasa ovqat qilish kerak. Bilasiz, sharoit. Ham o'zgarishga turaman. Bunga chiqib kelishim ketgan bor. O'zgarishni bilasiz. Bilasizmi? O'zgarishga mana Sibirniyadan keyin 24 avtobus keladi, unga qarab qarab ketish kerak. 12-13 avtobus keladi. Undan keyin avtobusga qo'yish kerak. Men 7ga, 6ga ishdan kelaman. Har xil. Shunga qarab, vaziyatga qarab ishlayman. Yaqin joylarga borib kelaman. Shukr. Nima borib kelaman. Kelgan vaqtimiz o'zbeklar yo'q edi, kam edi. Vashi kamida, Juda kam edi, mana shu marshlarga kirib qolsak. To'g'ri, gaplashib, gaplashib turasizlar. hozir ko'pmi endi o'zbeklar? Qo'ysa qochib ketadi. Men aytaman, qochib ketadi. Bizlar o'zbeklar sal o'zini chetda olib yuradi, ha? E'tibor berib ko'rdingizmi? Ko'rdim. Bizlar ekanlarda cho'g' bor ekan o'sha. Biz tipa Bolgariya sotib olganda yuramiz, ha, balki ko'chalar. Cho'g' bo'lamiz. Qanday yaxshi o'shayni gapirdim. Hayajonlanib tortinib, ha? O'zbekmisiz uqayani. Nima deysiz? Siz o'zbekcha gapirib turasiz lekin. O'zbekmisiz agar deydi. Hamma o'zinikiga sog'lasa. Skladda nimalar yig'asiz endi xudo xolasa? Sklad hamma narsa bor. Alkohol, kuchli ovqat, pishgan ovqat hamma narsa. Asosan oziq-ovqat. Oziq-ovqat ham shu nima edi? Va, ko'rib. Ishkaman, uni soch olaman.
soch olaman, soch. Olasiz? Soch olamanmi? Ha, qo'pol soch olasiz-da. Qandoq, jiyanim? Ishtigali, qaytolma. Ha, ish tugatdinglar, молодец. Bijiyan. Bu jiyan kitobdan, Qashqadaryoda. Vrachga bo'ladi. Siz bilan ishlaydimi yo? Yo'q, bular adliga. Adliyadan qancha bo'lyapti ekan? Adliyalar qancha bo'libdi? Ha? Adliyalar kvadrat qanchadan bo'libdi? Men bilmayman, men aralashganman, asmaga bilaman. Ha, şey, bu ne şey bo'ladi? Hamma şey bo'ladi. Sizga bugun. Bir o'zimiz sheb ekanmiz-da, ha. Ha, shunday ekan. Siz bilan mana. Hamma shebda. Yaxshi. Siz YouTube'ga Bolgariya hayotida YouTube'ga video olmaganmisiz? Kun gapiryapsanmi deyman, ha? Seriyo. Men tiling sipam ketibdimi deyman. Meni tanib qoldi. Tanib qolding bag'da. Ha, YouTube'ga ko'rganman. Ham, bag' bloger-ki bag', bloger. Ha? Bloger-ki bag'. Sizmi? Bloger-ki bag' deyman. O'shani aytaman, YouTube'ga o'sha Bolgariyani fitnesslarni Sofiyani oldagi reklama qilyapsiz. Ha. Seni tanidim o'zi. Taniysansan? Taniymanman. Bu yerda ham podpisчиklarimiz bor bizlar ko'rdingiz. Podpisчиklar ko'p, ha. Asayna patib bor ekan. Qalaysiz o'zingiz? Ishlayapsizmi? İşte bo'lsa o'tirmiz. Soqqa qancha yo'natyapsiz oyda? Telefonga. Uyga chiqdingmi, ha? Paket. Alo. Ha? Natsiyanalidan o'sha metroga mining, yana tepaga metro borki. 3-liniyaga o'tib Bulvar Bolgariyada tushasiz. Ha, 3-metroga minasiz, 3-liniya borki. Bu Bolgariya degan joyga tushing. Bulvar Bolgariyada tushasiz. Gorniya Baniya tarafga qarab ketayotgan metro borki. Gorniya Baniya degan metro bor, shunga mining. 3-liniyada Bulvar Bolgariyada. Ha, 3-liniyaga Bolgariya degan metroga minasiz-da, Gorniya Baniya tomonga ketayotgan yo'lga, metroga. Mayli. Kıspış. Vrachga kelmoq nima dedi, qarang nima deb qo'ydi. Yaxshi biladi be. Aynan o'zlarini. Ha, o'zi sog'siz bo'ldi. Xudo xolasa oyiga qancha jo'natyapsiz o'zingiz? Men to'g'risi endi $900 jo'nataman bu yerga, €900. 900 eurodan tashqari sartaroshlikda topganingiz Endi nima? sartaroshlikni aytolmay sizga, mana bir chiqsam chiqaman ishga, bo'lmasa iloji yo'q. Mana payshanba, bozor kuni dam bizga. Ana shu kunlar chiqaman ko'proq. Payshanba, yakshanba kunlari. Ha, payshanba, yakshanba kuni bizga sinov bo'ladi, dam. Ana shu kuni ishlayman endi. Men niyatim bir sartaroshxona ochaman deyman dedim. Qo'liga bir tanishadi bo'lmadi. Arendasi ko'p emasmi? Arendasini ham o'ziga yarasha bo'ladi bo'lsa kerak, uniki lisensiya bo'lmadi kerak. Lutsi mana shu uyga borib sochini olib kelgan yaxshi. Ham o'sha sochiladigan odamlar boshini yuvadi, aniq yurmaydi.
kvartirasida ikkita, uchta odam bo'lsa, hammasi Ha, birga endi o'tirib gap bizniki bitta odam uchun bo'ldim-da, endi Sarvar iltimos qilganim. Aka, tayyorlarim, klientlarim degani. Pulga yo'q deyman. Lekin odamlar kelib, "Men bu odamga bo'ladi." Xudo xolasa bizdan Bolgariyadan ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, nomeringizni ham aytib qo'ying. Telefon qilishadi, ikkita, uchta bo'lib, borib Bunlar o'xshada, degan nomer. WhatsApp nomerim bo'ldi. Do'stlar, bu yo'qning nomerini xudo xolasa birinchi kommentariyada va opisaniyada qo'yaman. Bemalol telefonlashib, suhbatlashib, uylaringga chaqirsangizlar, ikkita, uchta bo'lsangizlar, borib, chiroyli qilib sochlaringizni olib, porядка qilib, dildan suhbatlashib, bir piyola choyingizni ichib keladi. Endi bizda musulmonchilikka bir kosa choy qo'ymas uyat bo'lar. O'zim ishlar. Men o'zim KFC'da ishlayman xudo xolasa. Ha, KFC'da. Bolalar ko'pmi? Ha, o'zbeklar, anjalik yurtdoshlarimiz bilan birga ishlaymiz. Bittasi bir yerda ishlaydi, bittasi men bilan ishlaydi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'taylik do'stlar. Uylaringizda gaz kotol o'rnatacakmısınlar, atopleniyalik ishlaringiz bormi? Ya ko'mir kotol qo'ydiracakmısınlar? Ya duv konturni stenoy kotol qo'ydiracakmısınlar? Topli pol atacakmısınlar? Bani sanuzel atacakmısınlar? Bundan tashqari kanalizatsiya ya bo'lmasa uzun bo'ra ya zabor uzattiracakmısınlar? Bemalol Pəsə professional ustalarının nömerini qoyaman, opisaniyada və birinci kommentariyada o'tib, telefonlaşıb, gaplaşıb, arzon, lekin sifatlatib, uylaringizga ishlarni orttirib olsangiz mumkin do'stlar. Xudo xolasa Azim. Beraman. Azim. O'tgan balla kerak. Ha? Beraman kunlikka, telkan bo'ladigan balla kerak. Bormi shunaqa? Kunlikka nima ishga? Adilka. Bo'lmadi. Kunlikka nechi puldan? Kunlik ish yo'q. kuniga 50 ber. Bitin necha soat ish? 2 soat, 8 soat ish. Abid qanday bo'ladi? 8 dan 5 gacha. Abid. Bo'ladi. Abid o'zi berarkanmi, o'zi bilan? Bo'ldi, aytaman aka. Bo'ldi. Telefonlasam. Remont qiladigan professional ustalar kerak-da. Hali shartlar. Yaxshi. Ish qanday? Xudo xolasa kelishdan maqsad nima endi?
Mashina olishmi? Ben mezun olganman, kredit okuyordum Tayland'da. Lekin uy olganman, dom. O'shandan gittim dedi. Kvartiradan o'tdingiz. O'sha olgandan mas foto olganman. Adam aytganlariga olganman dedi. O'sha yarim bilan bo'labildim. Sizga shu uchun 2 yillar ketmay ishlayapman. Gazana bo'lsin. Faqat ishlayman, 2 yillar ishlayapman. Ukamda 2 martadan borib keldim uyga, ishlayman. Mayli, bolalarni katta bo'lib qo'yaman. 18 yoki katta bo'ldim. O'qiyman deydi ular. Kuniga indini olmishim, rasvodxona olyapman. To'g'ri. O'qishga boradi, keladi, repetitor deydi. Bilasiz. To'g'ri. Kuniga 100 ming so'm boshini yeydi. Indini olmishimda 100 ming oldim, indini olmishimda. Endi obed qiladi, bordi keldi Endi obedni addekim qilmaydi. Uydan kelib qiladi. Mahallamda so'ramaydi. Oilam o'zi. Majbur qilsa xizmatlarni olmayapti. Telefon keldi. Boya akademik to'xtab. Alo. Ha, o'sha Bolgariya degan joyga tushing. Ha? Ha, tepaga chiqdingizmi? Ekskalatordan chiqing. Tepaga chiqdingizmi hozir Bolgariya metrosida tepaga chiqdingizmi? Ha, shu yerga turing, hozir boraman. Hozir. 10ga burdingmi? 10ga burdingmi? Bari bilmayman. 10ga burilib yurding? 10ga burilib yuring, 10ga burilib. Ekskalatordan chiqib 10ga burilib yurdingmi? Metroni olib turing aka, o'zi olib kelaman bo'ldi. Metroni olib turing. Men bilmayman. Sarvar degan mafiya, Germaniya yuribdimi? Maza qilib. Yaxshi bo'ladi. Biz o'zimizdan-da uya. Sharsa bizdan o'shingda. Rosa gaplashdik, men Germaniyaga mehmonga chaqiryapti. Keling deydi. Yo'q, turar yeb ichadi, o'zim hal qilaman. Germaniyaga aylantiraman deydi. Qalbim mozda jodimi sizlar? Men aytdim, sizda ham palak yozib tomar tashlab olavering dedim. Ha. Keyin boraman, xudo xolasa desam. Borish qochmaydi. Bilet olib beraymi deydi. Gap yo'q. Men aytdim, yo'q. Soqolgan bilet o'rasiz. Mo'shinga bilan bitta o'shani olib kelmasizlar. Ulan olib kelay, yeng ko'p bo'lib kelay. yo'q, bir nima qilib. Yo'q, chiqib kelay, bak telefon manga. Aha, asa, hozir do'stlar. Bo'pti. Asa do'stlar, shuning bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Like bosing, obuna bo'ling. Shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xolasa sizlarga bir-biridan qiziqarli videoroliklarni tayyorlashda davom etamiz. Albatta o'ylaymanki, bugungi videorolikimiz sizlarga juda ham manfaatli, foydali bo'ldi. Bolgariyaga boraman, Yevropada ishlayman degan do'st-yor birodarlaringiz bo'lsa, hammasini jo'natib qo'yinglar. Shunday foydali videolarni sizlarga chiqarib boraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganda görüşürüz.